Aktrisa Bahora Arslonova 35 yoshda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpiska tugmachalarini bosib qoldiring. Komik va dramik rollarni maromiga yetkazib ijro etadigan aktrisa Bahora Arslonova bu yil 35 yoshni qarshiladi. Tinchlik ortidan 101-reys, Ona qizim, Isnot va Zurriyot kabi qator film va seriallarda suratga tushgan aktrisa haqida nimalarni bilasiz? Aktrisa Qurbon ota xonadonida dunyoga kelgan. Tadbirkorning 3 rafiqasi bo'lgan va Bahora Arslonova uning ikkinchi ayolidan tug'ilgan. 3ta onam borligidan hech qachon yashirmaganman. Ular alohida uyda yashasa-da, bayram kunlari bir uyda yig'ilishgan. 3ta onam ham bir-birini yaxshi tanigan. Hatto tuqqan onam bilan uchinchisi bir-biri bilan yaqin dugona bo'lib ketgan. Garchi otam olamdan o'tgan bo'lsa-da, haligacha onalarim bir-biri bilan bordi-keldi qiladi. To'y tantana bo'lsa, hammani boriga o'rtaga tashlaydi. Men ham otamning katta ayolini aya deb ulg'ayganman. Afsuski, u ham erta hayotni tark etdi. Hozir oilaning katta ayasi mening onam. Barcha farzandlar hurmatini joyiga qo'yishadi. Ayrimlar o'ylagandek otamning o'limidan keyin munosabatlarimiz yomonlashgani yo'q. Aksincha, bir-birimizga bo'lgan munosabatimiz yanada ortgan. Bolaligim juda go'zal o'tgan. Otam rahmatli har birimizga atab yangi tug'ilgan toychoqni taqsimlab berardi. Bolalikdan sho'x bo'lganim uchun akalarim bilan baravar yiqli choptirardim. San'atkor bo'lish fikri esa tasodifan paydo bo'lgan desam ham bo'ladi, deydi aktrisa Bahora Arslonova. Muxlislarga Bahora bo'lib tanilgan aktrisaning asl ismi Gulbahor, ammo aktrisa o'z ismi bilan emas, taxallus bilan ijod qilishni lozim ko'rgan. Kollejda o'qib yurgan paytim ismi Gul bilan boshlanuvchi qizlar ko'p edi. Shu sababdan ko'pchilik meni Gulbahor emas, shunchaki Bahor deb chaqirishgan. Bu holat institutga kirganimdan keyin ham davom etgan. Bu tanlagan taxallus emas, balki tanish-bilishlarning menga qo'ygan ismi. Qulog'im ham unga o'rganib ketgan. Bahora deyishsa o'zim sezmagan holda tez reaksiya bildiraman, deydi aktrisa. Dilnoza Kubayeva, Sevinch Mo'minova men nomzod edim. Aktrisa ilk roli bilan bog'liq voqealarni quyidagicha eslaydi. Kino olamida kirib kelishim Fidoyilar seriali bilan boshlangan. Rolga qabul qilishim ham juda qiziq kechgan. Bitta kadrda 300 ta dubl qilib rejissyor Abdulhalil Migranovning xotirasida qolib ketgan bo'lsam kerak. Bu rolga 300 ga yaqin aktrisalar kasting topshirishgan. O'shalar orasidan Dilnoza Kubayeva, Sevinch Mo'minova va eng so'ngida men saralab olinganman. Baxtimga Dilnoza Kubayeva homilador bo'lgan, Sevinch Mo'minova oila qurgan bo'lgan. Xullas, rol menga nasib etgan. Bu rolim uchun bor yo'g'i 600 ming so'm gonorar olganman, ammo u men uchun nihoyatda qadrli edi. Serialda Shoiraxon obrazini ijro etganman. O'shanda endigina 19 yosh edim. Ammo rolimda 27-28 yoshli shifokor qiz rolini ijro etishim kerak edi. To'g'risi biroz qiyin bo'lgan. Kasalxonalarga borib, shifokorlarni kuzatganman. Ular bilan suhbatlashganman. O'zimni kasallikka solganman hatto. Chunki ularning ko'z qarashi qanaqa, bemorga qanday qaraydi, qanday muomala qiladi, buni o'rganishim kerak edi. Syomka jarayonlariga kelsak, hatto rejissyordan gap eshitganman. Yig'lagan vaqtlarim ham ko'p bo'lgan, deydi aktrisa. Bahora Arslonova ilk rolini ijro etgan vaqtda uni ko'pchilik
Hoshim Arslonovning qizi deb bilgan, ammo aktrisaning yaqinlari orasida san'atkorlar yo'q. Hoshim Arslonovning qizimisiz degan savolni ko'pchilikdan eshitganman. Hoshim Arslonov ustozim edi. U kishi bilan 101 reys filmida birga suratga tushganmandan hamisha faxrlanaman. Odatda o'zbek filmlarida bosh rol deganda faqat kelishgan yigit va chiroyli qizni ko'rishgan odatlanib qolgandik. 101 reys filmining bosh qahramoni Hoshim Arslonov bu boradagi qarashlarimni o'zgartirdi, deydi Bahora Arslonova. Aktrisa ovozi qo'polligi uchun ko'p yigitlar sevgi izhor qilib, keyin fikrdan qaytgani haqida so'zlab berdi. Institutda o'qiyotganimda juda ko'pchilik sevgi izhor qilgan. Boshida sevib qolishardi. Gaplashganimizdan keyin ovozingiz qo'pol ekani deyishardi. Men ovozimni o'zgartirmasdim. El didordagi Dilniyoz boshida meni sevib qolgan, keyin esa kelin singlimdek bo'la qoling degan. Men ham xo'p deganman, chunki yo'q deysiz-ku, u juda yaxshi inson. Hozir ham bir-birimizni ko'rsak gaplashib ketaveramiz. Bizning davrimizda sevgi, otashin, muhabbat deganlari faqat kitobiy bo'lgan. Xat yozishgan, masalan, institutda bir-birimizga ko'rib qolsak ham xuddi ko'rmagandek bo'lib o'tib ketaveramiz. Uylanganimiz akamga shuni sevib qoldim aka deb aytgunimcha necha kun uxlamaganman. Akam kimnidir yaxshi ko'rib qolsang ayt deydi, eslaydi aktrisa. Bahora Arslonova 2018-yilda asli samarqandlik, ammo uzoq yillardan buyon Rossiyada yashaydigan Sherali Boboqulov bilan oila qurgan. Aktrisa turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgani va Rossiyada kechgan hayoti haqida quyidagilarni gapirib berdi. Taqdirda bitilgan bo'lsa-da, juftlar baribir uchrashar ekan. Turmush o'rtog'im san'atdan butunlay yiroq inson. Sport uning jonu dili. Qaynopam bilan 4 yil birga o'qiganmiz va to'ylari munosabati bilan uylariga mehmonga borganman. Kinodan butunlay yiroq bo'lgan inson meni ko'rib shu qizga uylanaman degan ekan. To'ydan avval turmush o'rtog'im Sankt-Peterburg shahrida yashardi. Men ham bir muddat u yerda yashadim. Ammo yaqinlar sog'inchi va ijodim sabab O'zbekistonga qaytib kelishni so'radim. Ammo bu qarorimdan haligacha afsuslanaman. Turmush o'rtog'im ham siz sabab sportdan va o'z o'rnimni topgan Sankt-Peterburg shahridan ketdim deb gapiraveradi. Gapini hazilga yo'yaman-u, ammo baribir qarorimdan afsuslanaman. O'zimni rivojlantirish uchun ham tavakkal qilganman. Ayni kunda hozirda 2 ta farzandning onasi bo'lgan aktrisa bir paytlar depressiyaga tushgani va san'atkor dugonalarining gap so'zi uni qiynagani haqida gapirdi. To'ydan keyin 2 yil homilador bo'lolmadim, chunki menga shifokorlar bola bachadoni deb tashxis qo'yishgandi. Shu bois turmush o'rtog'imga ajrashishni taklif qildim, chunki farzand ko'rolmayman va turmush o'rtog'imdan ham baxtsiz bo'la qilaman deb o'ylaganman. Bu his qachonlari kutayotgan insonlar juda yaxshi bildi. Shu bois ilk homilamni atrofdagilardan yashirib o'zimni oilamga bag'ishladim. Buni san'atda dugonalarim turlicha talqin qildi. Hatto san'atdan ketganim, o'z o'rnimni yo'qotganim haqida ham gap so'zlar bo'ldi. Turmush o'rtog'imga ulardan ranjiganimni aytsam hammani yaxshilikka, atrofdagilarni ichidagini bilib olding deydi. Ishonasizmi, o'sha paytda yonimda san'atdagi qarindoshlarimdan hech kim qolmadi. Farzandim dunyoga kelgach, asta-sekin rejissyorlar serialga taklif etishni boshladi. Ijodimda bo'lgan munosabat avvalgidan yaxshilashga uchun atrofdagi insonlar soni ham ko'paydi, deydi aktrisa. Aktrisa bolaligidan tarixiy rollarni ijro etishni orzu qilgan, ammo dugonalar shou ko'rsatuvidagi roli sabab unga butunlay rol berilmagani haqida gapirib berdi.
6 may kuni Toshkent shahrining Yangi Hayot tumanida Epica rusumli avtomobil yonib ketdi. Bu haqda poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 23:56 da poytaxtning Yangi Hayot tumani Toshkent Halqa avtomobil yo'li ko'chasida Epica va Spark rusumli avtomobil yo'l transport hodisasi sodir etib, oqibatda Epica rusumli avtomobil yonayotgani to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv texnikalari aytilgan manzilga soat 00:06 da yetib borib, yong'in 00:08 da o'chirilgan. Bildirilishicha, yong'in oqibatida jabrlanganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va keltirilgan moddiy zarar aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.